Assalomu alaykum, Universal Texnikalar kanalining hurmatli tomoshabinlari. Mana bugun biz Andijon Axtacha Kilonka bozoriga yetib kelganmiz. Sizlar istagan issiqxonalar uchun qurilish bitmagan molxonalarga oldiga yopgan turli xil kilonkalar bor. Kilonka, mikroklimat ismli issiqxonalarga isitishga ponni nimaga ketadigan bo'lsa, hamma narsa eng optimum ulgurji narxlarda, arzon narxlarda chiqarib beramiz. Hozir magazin egalari bilan bir qator gaplashib o'tamiz. Mana sizlar ko'rib turgan issiqxonalar uchun tomchilatma sug'oradiganlarni hamma zapchasi, instrumentlari, hamma yo'g'i yetarli. Filtr, juda ham skojlargacha olib kelib qo'yilgan. Xudo xolasa, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekranga raqamlarni qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa, mana hattoki TBSlarga tortgani sim, tor deysizmi, mana bunaqa shnayka texnikalar, uyga suv sepgan, sahnaga suv sepgan shlankalar, dori sepadigan apparat, xullas nimaiki kelsa, mana shu yerdan ishlayib bitib ketaveradi. Mana issiqxonalarga isitgani radiator, ventilyatorlar bilan birga issiqni haydab beradi. Juda ham chiroyli ravishda, sifatli, zavodskiy, firmenniy, optim narxlarda chiqarib berishar ekan. Issiqxonalar uchun mana brend ko'rib olamiz. Original Grand Plus degan mahsulotlari. Hammasi zavodskiy, firmenniy. O plakatlarning nomerlari turibdi. Bir qator ko'rib, aloqaga chiqarasizlar. Tomon mana Kilonka bozorida mahallasida yuribmiz. Kilonka bozorida boshlanishida. Lokatsiyamiz hozir sizlarga egalarini telefon raqamlarini qo'yib qo'yaman. Va mana bunaqa shunaqa shlankalar zarur bo'lsa, shlankalar ham bor. Kilonkalarda juda ham eng arzon joyini topib keldik. Optim narxlarda chiqarishgan, atrofdan o'ta ham arzon qilib berishyapti. O'zimizning xonadonga ham oldik ekala. Mana ko'rib turganlaringiz kilonkalar pachka-pachka. Kerak bo'lsa furada beriladi, kerak bo'lsa Isuzu'da, kerak bo'lsa Labo'da. Qancha cheklanmagan miqdorda kilonkalar mavjud. Kilonka deysizmi, mikroklimat deysizmi, juda ham optim narxlarda, cheklanmagan miqdorda, xudo xolasa egalari kelib o'zlaring olib ketaverasizlar. Dastlabki qilib beringlar, xudo xolasa dastlabki ham qilib berishaverar ekan. Faqat dastlabkasi pulini o'zlaring berasizlar. Mana mikroklimatga shlankalar. Tepkisi uchun issiqxonaga o'sha nimaga mo'ljallagan bo'lsangiz va so'ringiz bo'lsa, sahnaga so'ri tikib olgan bo'lsangiz, bisetka qilib, atrofiga mikroklimat qilib, suv sepadigan qilib yozda issiq kuniga foydatsiz bo'ladi. Mana kapelnitsa, tomchilatma sug'orimlari uchun plyonka, shlankalari juda ham har xil ravishda eng zo'r sifatli narsalarni olib kelib taklab berishibdi. Va bunaqa to'rlar. Endi narxlarini hammasini bir qator aytib o'tolmayman. Ekranga raqamga o'zlarining raqamlarini qo'yib qo'yamiz. Kimga kerak bo'lsa, telefon qilib narx-navolarni bilib o'zlaring so'rab olaverasizlar. Mana Farg'onadan ustakalarimiz Kilonka olgani kelibdi. O'zlari uchun issiqxonalarga hozir o'ylab tanlashyapti. Endi tanlab bitkizgandan keyin o'zlarining avtomashinalarida yetib kelishdi. O'zlari yuklab olib ketishar ekan. Xuddi shunaqa suv bo'chgan emas. Qanaqa bo'lsa, ekrandagi raqamlarga aloqa chiqarasizlar, yetkazib berishlari. Battan mashinaga urib chiqarish bor ekan, yo'l kirasini o'zingiz yoningizdan berasiz. Mana ular ko'chat qiladigan akalarimizga, opalarimizga bunaqa ko'chat qilgani stakanchilar ham bor ekan. O'tiradigan apparatlar. Xullas issiqxonaga nimaga ketgan bo'lsa, hammasi bor ekan. Juda ham sifatli qilib tayyorlab berishibdi. Videoga bitta like bosib, shu videoni issiqxonasi bor tanishlarga maksimal darajada tarqatib qo'yamiz. Mana hozir silus sezoni boshlandi. Silus qoplagani mana optim narxlarda donaga hozir hisoblab chiqdik. 720 so'mdanmikin tushdi. Bir donasi optim narxlarda kelib olib ketaverasizlar. Videoga yana bir bor like bosib qo'yamiz.